Hammaga salom do'stlarim. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda turli xil qurollarni ko'rib chiqamiz. Va bu qurollardan qaysi biri yaxshi va chiroyliligini bilib chiqamiz. Juda skin dumalaqmi? Dumalaq ekan, qo'lni ko'rishinglar mumkin. Latini qaranglar, ko'ryapsizlar mashinani. Xullas, gap qisqa qilib qani ketdik. Nega yana bunaqa skinnaman desalaring bilmayman, shu menga yoqdi. Qani ketdik. Bugun biz qurol modlarni tekshirib chiqamiz. Ya'ni ikkita qurol modlar bor. Biri absolut ekranlarda bo'ladi va nomi bilmoqlasiz, mana shu ikkita modni bugun tekshirib chiqamiz. Unda ketdik. Sallab jag'in chiqarib tashlayman, tushunlaringmi kalinglar? Eng qizig'i bular ikkalasini bir-birlarini qo'shsalaring bo'ladi. Bu modlar kerak bo'lsa, albatta bu mening Telegram kanalimda ham bor. Bu modlar hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim kerak bo'lgan odamlar uchun mana shu kommentariy ostida bo'ladi. Shu kommentariy ostida silka qo'yaman. Shu silkani bosalaring, men Telegram kanalimga kirasizlar va bu ikki modni yuklab olasizlar. Bu modlarda oddiy mod joydan topib bo'lmaydi. Topib bo'lsa ham bo'ladi. Menimcha ko'p vaqt oladi deb o'ylayman. Keringlar, unda tezroq obzor qilaylik. Aytgandek, Telegram kanalim meni silkamda. Bo'ldi do'stlar, o'chirib qo'yamiz. Mana bizga o'yinga kirgan paytda bunaqa narsa beradi. Bu narsa kerak emas, to'g'riroq sizlarga to'g'rilasizlar. Bizda upload gun aytgancha shular qo'shadi. Qaranglar. Bularda kloklari va upload gunda kloklari. Mana. O'qlar mana bu yerda chiqyapti. Bular o'ldiradi. Ale, ba'zi qurollarda o'ldirmaydi, shunaqa emas. Chekkadan bir bolalar chiqyapti. O'q qolmadi. Bu yerga mana shuna uchadi. To'xtanglar, unda do'stlar ishlamas ekan. Unda birinchi biz mana bu modlarni sirab ko'ramiz, hammasini. Bu. Ko'rasizlar, edi qaranglar. Bu nima qurol bu? Qo'lda qaranglar turishini. Xalash, bu akhiratda. İçime suyunu. Bu oltani, ya'ni skin varianti. Mana bu oddiy ama skin varianti ko'rib turganlaringda. O'qni tugab qoldi. Ana hop, Turham obzordan o'tdi. Hop. Buni keyin mana buni olamiz.
Buni tekshirib o'tganimiz uchun buni olmanda. Buni olaman, buni olaman. Buni olaman. Buni olaman. Qarilar sizlar tarixiga keladimi? Ko'rasiz qarilar. Va olovimiz o'chdi. Bu ishlab chiqarishganlarimi bilmayman. O'q tugab qoldi. O'qlari ham bor, o'qlarni o'zini sinab olaveradi. Men o'ylaymanki, bular ko'p anaqasi o'q bularda, o'q-tepa arjo bularda ko'proq deb o'ylayman. Endi biz keyingi mod, ya'ni mana bu modga qarab ketdik. Xo'p, endi do'stlar biz mana shu qurolga tekshiryapmiz. Xo'p, endi bu qurollarimizni tekshirib o'tamiz. Do'stlar, mana yomg'ir bo'lmaydi. Albatta bu yangi versiya, mana. Hop. Mana bu qurollar. Buni mana shu narsalarni yerga qo'yib olamiz. Mana ben bu narsalarni nimaligini sizlarga sariroq turib ko'rsataman. Bu qurollarimiz hammasi 3D va ko'rsatmaydi, ya'ni kes 2 daqiqa ko'rsatmaydi. Bular kes 2 daqiqa ko'rsatmaydi, oddiy shunaqa. Yana bitta bor, u ko'rsatadi shunaqa. U modda ham agar shu videoga 10 ta like yig'sak, u videoni ham o'zim anaqa shu chiqarib YouTube kanalimga va Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Mana turganda animatsiyalari. To'xtaylarda. Xullas, oldin narsalarni sinab ko'raylik, qadalar. AWP o'sha hamma bilgan sniper. Bo'ldi. Qaralar. Bo'ldi shu. Bu do'stlar ko'proq o'rtoqlaring bilan kezga o'ynashga zo'r. Bu o'sha ko'rsatib o'tganim. Va chiq qaytadi. Jon olsa. Endi qurollab turamiz. Bo'ldi, buni olib qo'yar ekanmiz. Hop. Bu kerak. Bu nomi Funfailmi? Shunaqa ekan-ku. Ustamasman. Bu qilibdi. Va bularda biz hammasini sinab chiqdik. Mana bular o'qlari, o'zlaring o'qlarni tekshira olasizlar.
Granatalar qaranglar, bular rasmga o'xshab turaveradi shunaqa. Digil. Gaslarni o'tishdi qarang. Dana tegdi, qochyapti. Qarasizlar. Agar o'lmasa, qishot. Do'stlar, qalay, kontrga zo'rmi bu? Ayniqsa bedrockli uy qursalaring, ya'ni bedrockli uy emas. Shunaqa kezgu karta bedrockdan qursalaring zo'r. Ya'ni oddiy qumdan qursalaring bu yoki bitta karta tortishlaring kerak. Ya'ni sinmaydi. O'zlaring bunaqa buzolmaysizlar va anaqa granatalar yordam bermaydi. Shunaqa kartada buni o'ynash zo'r. Bu qaranglar. Tutun bu. Bilasizlar, lekin shu bitta no tarafi odam ichiga kirsa ko'rinadi. Ili tashqarida tursa, ana bemalol mol ko'rinyapti mana. Voy, ko'rinmayapti. Ko'rasizlar. O'qlarim даже kiryapti, qaranglar. Otganman, mana nima qaranglar. Ko'rasizlar. Agar otelida yo'qota olsa-ga, hali bedrockga o'taman, ta'sir qilmaydi. Bu ta'sir qilmaydi. Mana buni zo'r narsa bu. Mana qaranglar. Hech qanaqa montaj emas bu. Bunda har xil tekstura narsalar bor. Mana shuni qo'yasizlarda. Qilib otsalaringlar bo'la. Aynan AK-47 ni mayli o'qlab ko'rsatib beraman. Do'stlar, men uzr anaqa jichcha shamollaganman, xo'p. Nega o'qlamayotgan animatsiyasi? Xullas shunaqa do'stlar, agar bu video yoqqan bo'lsa, shu videoga aytganimdek 10 ta like qilsalaring, keyingi videoni davomida chiqadi. Xo'p. Xullas shu qisqacha gap shuda. Shu bor sinov tajribalar, shuncha qurollar bor. Endi sizlarga qaysi qurol yoqdi, buni kommentariyaga yozib ketinglar. Bu o'z fikrlaringni bildirib qolishlaringni tilab qolaman, so'rab. Hammaga xayr, sizlar bilan birgalikda Mr. Turtle kanali bo'ldi. Barchaga kattakon rahmat.
Xullas, xayr hammaga. Obuna va like esdan chiqmasin. Ha, do'stlar, men keyin shuni ham aytib qo'yaman. Shu kunlarda anaqa Stamogeistda meni tabriklasangiz ham bo'ladi, chunki men Stamogeistda men punch olyapman, ya'ni urush, musht, mana bu choq qatib urushda olyapman va shunaqa qilib hali ko'p edit sahnalar chiqadi. Bu kanalda ko'p chiqadi, shuning uchun tezroq like bosib tashlaylar, opoqisini, ashyo like'larni tirslatib tashlaylar. Tirs. Xayr, короче. Jonlaring sog' bo'lsin.